Assalamualaikum balla yaxshi turdingmi? Sizlarga shu Beyjandan shunchalarcha Uyg'ur balla bilan ko'rishishmi bor endi. Alohida bir ish. Endi men Beyjanga patmi kelaman, ammo Beyjan menga 3 narsadan derak berdi. Ushlam. Birisi Beyjan o'ylasamlam 3 narsa keldi, 3 narsa qilsam Beyjan kelgandek bo'lma, bo'lmasa kelmagandek his qilaman. Demak, Beyjan men uchun qaysi 3 narsadan derak berdi bo'lsa, birisi Starbucks. Starbucks. Yani birisi Zara'dan kiyim olaman. Yani birisi Starbucks'dan qahva ichaman. Shunisi men Wang Fujin'dan kitobxonaga kirib kitob olaman. Mush 3 ishni qilaman. Amaliyotda Beyjan mush 3 tillam derak ko'raman degan undan emas. Amaliyotda Beyjan yamanchiq narsa bor, ammo men uchunchi bo'lsa 3 narsa. Yana nurg'a odam uchun Beyjan yana nurg'un narsalardan derak berishi mumkin. Men bir narsa o'ylab qoldim. Unda hayot cho deydigan bir masala chiqdi. Zot hayot kishilar uchun nimadan derak berdi? Hayot nurg'a odamlar har xil narsadan derak berdi. Men Beyjan men 3 narsadan derak berganlik uchun men Beyjan kelib 3 narsa qilmay ketaman. Unda yana nurg'un odamlarning kallasi hayot balkim men o'ylagandek ya 3 yoki 2 yoki 4 narsadan derak berishi mumkin. U hayotda shu ishni qilib ketish mumkin. Unda zot hayotimizda bizga qaysilamay. Şu men leksiyani sizlarga bir naqsha aytib boshlayman. Bu naqsha mening ijodiyat naqsham. Bu o'zgacharak naqsha tekstini o'zim yozgan buni. Ahame Guangdongcha. Men Guangdongcha naqshini yaxshi ko'raman. Shu deydigan bir naqsha bor. Bu naqsha bunisi nurg'unlagan Uyg'ur yoshlining yurak qalbini tasvirlaydigan naqsha bu. Orzu armonlarni, hayotidagi orzu armonlari mush naqsha yig'inchoqlangan. Biz naqshni boshlab ketdik. Da tushunish tez diqqat qilsanlar. Yatsam, qopsam, o'g'ilsam, yatsam Hopsam yana fusam Balkim nurg'a odamlar uchun xuddi Beyjan mana 3 narsadan derak bergandek, ular uchun 3 narsadan derak berishi mumkin. Yatsam, qopsam, uxlasam, yana yatsam. Men o'ylab qolman ba'zida bu har qanday bir narsaning cho'qim yaslish sabab, masalan, suvning yaslish sababi bor, buni ichimizga tashay loyilagan hamma narsaning sababi bor. Ya diqqatimizni tortmoqchi, ya komissiyamizni kichikroq sotmoqchi, kompyuterning shu mikrofonning shu. Albatta bu yerda o'tirayotgan har bir insonning tug'ilgandan tortib maqsad bo'ldi. Cho'qim maqsad bor. Bo'lmasa Xudoning ish pishqanmiz bakashlar, oyoqdan yasib, bizni oyoqdan o'tirib. Şice Xudayim o. Aynen o'ylaymiz var. Biz çoğun bir sebep buluş mümkün değil mi? Ama nurg'un odam bu sebep tapanmaydi. Nurg'un odam shuni hayot nimdan derak berdi? Bu bir savol. Men o'zimning shu sho'xlayish kamroqligini yaqinda bildim. Sho'xlaydi emasman. Men kichik vaqtimdan boshlab sho'xlamaydim. Bir qatim dadam shunda ko'zini ekilib mening og'zimga "Man ya o'lib ketsam mayli." Men nimayman desam, mening bir shuarim bor kichik vaqt deydigan. Sey suyi yangyu go'sht deb qo'ydim. Sey suyi yangyu go'sht. Bo'lmuş 3 narsani soladi menga. Uningdan ortiq ko'kta tamqim tushdi, men nimayman. Shu kun dadam unda ko'zini tiqib ko'zimga ekilib etdi, mushuni ya. O'lib ketsam mayli deb. Dadamni qo'rqaman. Yedim buni yeb, mushunchalik sho'xlar, mushaga chirqilib. Ya deydi ekansan, u deganda qusib etgan. Men kichik vaqtimda shu sho'xlini
yaxshi ko'rmayman deb o'ylab yuribdi ekanman-da. Keyin mushu 2 yillab qoldi. Sho'xlini mundaq nipiz qilib, buni tuz sepib yesa ajoyib o'ptandim ekan bu. Ammo hozircha men nima etgan choy ichsammi, sho'xlar bilan yeb olaman. Demak, odam nima ishni yaxshi ko'radi, uzun muddat bilmaydi ekan buni. Chunki yaxshi ko'rgan narsa uchirmoqchi. Şuna menmo o'zimning psixologiyadan iborat bu xil ilm-fanni yaxshi ko'rganligimni, garchi men nurg'un usullarda men bishoratlar kelgan bo'lsa-mu bilmabdi ekanman-da. Buni men tafishda shundan oldida bildim. Men o'zimni psixologiyada xeyli yaxshi deb o'ylayman. Endi men shu korxonada maslahat beramiz, mening bir xatga qo'sham yo'q. Milliy korxona degan gaplar qo'sham yo'q mening. Men o'ylab baktım, şu milliy alaylik deydi ekanmiz. Amerikaning milliy alaylik nima edi deb. Unda gap yo'q ki. Ama biz bununla bir kirib qapdik. Ruh qandaq narsasi butun insoniyatda o'xshash narsa. Ruh deydigan narsa bor, butun insoniyat o'xshash bo'ldi. Biz farqliq deymiz. Amaliyotda dunyoning hammasida odamlar o'xshash bo'ldi. Siz uchrayotgan azobga o'xshash uchraydi. O'xshash oila munosabatga o'xshash, hammaga o'xshash. Bu vaqt Maslow'ning degansa what's personal is general degan. What's personal is general degan gapsa shaxsiy narsa, umum narsa degan gap. Bu deganlik sen o'zingni rasmiy qidirib tekshiradigan vaqtda butun insoniyatni qidirib tekshirsan degan gap o'xshash. Har bir psixologmi shu o'zini tekshirgan vaqtda boshqalarni to'g'ri tushunadigan gap. Aristotel bu vaqtda o'tmishni unutmagan faylasuf bo'ldi degan. Mening ham eng cho'ng ishim nima deganda, men o'tmishimni qechib baqmadim. O'tmishimni e'tirof qildim, o'tmishimni qabul qildim. Men o'tmishimni qabul qilgan vaqtda kelgusim menga eshikni ochdi. Men shunda o'ylab baqdim. Men nurg'un kitoblarni o'qidim, har xil odamlarning kitoblarini o'qib baqdim. Har xil dinlarga tushib baqdim. Nurg'un roib do'stlarim bor. Roib do'stlarim bor. Burundan tatib məşlik ölçülab yürüb ekanman. Roib bulam dedi. Keyin bularla aralashib o'g'lim shundoq o'zgarishlik alaylik ekan, o'g'lim dunyo ko'z qarashlarini masalan shu koma loka degan nazariyalarni so'zlaymiz. Odam shunday hayron qoldirdi. Men bir narsa bor, butun insoniyat bir o'rtaq narsa bor ekan. U bo'lsa ruh ekan deb. Undasa ruhning ilmini o'rganish kerak ekan dedim men. Ruh ilmi. Ruh ilmin inglizcha shunday o'rsak psychology deb ataladi. Bu hamda dehqonchi o'zlashtirsak psixologiya degan xet. Psixologiya degan bizga dehqonchi o'rlashtirilgan o'zlashtirgan xet bor. Biz rasmiy buni ishlatamiz desak, ruh ilmi desak, ruh. Ruh ishnamsizlar? Hozir ko'rmagan keshamamsizlar. Biz ko'rmay ishlaydigan bekchiq narsalar bor. Masalan, tok. Tok simida o'tadigan tokni hech kim ko'rib boqmadi. Ammo ishlamiz. İşinmey kalıb tutub baxsanlar. İşinib qalasınlar, yataqçırıb tutub baxsanlar. O'xshash. Shamalni butun dunyoda ko'rgan odam yo'q. Shamalni ko'rgan bormi ya? Shamalni ko'rib, alamatini ko'rib baqdi. Ammo shamalni ko'rib baqqan inson. Tokni ko'rib baqqan yo'q, alamatini. O'xshash ruh. Ruh ko'rinmaydi, alamat ko'rindi. Alamat ne derse hepsinin hareketimiz. Bizim takdirimiz oldu. Ondan insan nimden tuzuldu? İnsan üç nersin tuzuldu. Birisi beden. Beden degen bir ceset. İcra kılıdı bu. Al deyimiz, alıdı. Amma deyimiz, ammayı. Yalnız mine, tercüme. Buyruk çurdu. Çatak müşahedin çıkıdı. Ruh hemmeden de okşaş. Beden okşaş. Bazılar mende kametlik oldu. Bazılar uruqraq bo'ladi. Badan amma o'xshash bo'ldi. Hamma odamning badani o'xshashdi. Bunda shunday biologiyani o'qib aytgan biz bir oqsilda iborat. Oqsil is bo'ldi bizni. Biologiyani o'qisdim. O'xshamay qo'ydi. Ruh o'pma o'xshash. Asman birlamasman. Ruh o'pma o'xshaydi. Nima o'xshamaydi? Minil o'xshamaydi. Tarjimalar o'xshamaydi. Shu odamsa ya. Qanday tarjim qilsak, shunda buyruq tushirmiz, shu bo'yicha. Amma bizning buyruğumuzga bo'ysunmaydigan a'zolarimiz bor. Ya'ni biz simpatik nervlar va parasimpatik nervlar deymiz. Parasimpatik nerv degan nima esa, sizning buyruqingiz bo'yicha ma'noda, sizning ong bo'yicha ma'noda, tunish doirangiz bo'yicha ma'noda. Men olaman deyman, qo'yma deyman, beshimni qashlayman deyman, qashlayman. Ammo
simpatik nervlar boshqarilgan bir yerimiz bor. Mana bu intaynda qaqildigan. U narsa bizning masalan ichki a'zolarimiz. Hech kim bugun havo yaxshi ekan, o'pkam yaxshiroq xizmat qil. Yoki bugun yekshem bo'lib qopti, yurkim sal astroq. Bu simpatik nervlarni hech kim boshqara olmaydi. U sizning hissiyotingiz bilan bo'ladi. Hissiyot bilan ichki a'zolar o'rtaqcha oladi. Biz yerda tayyon so'ng so'z degan so'z deymiz, kun to'pini. Demak, insonning bir farqi bor, nimasi? Mingidagi tarjima. Kimning tarjimasi yaxshi bo'lsa, shu o'zib chiqadi. Tarjima. Taxim inchiklab so'zsam, o'tganda bir yer lag'ma yeb qoldim Urumchida. Bu lag'ma niyatda buni lag'minimda shuncha qil chiqib qoldi, qil. Qilandi. Men danchi bekmo tujublab ketmayman bunda. Ko'nglim gap ketmadi men. Unda yelib ham ko'p yavadim, ammo qaranglar, masal paydo bo'ldi. Tuyuqsiz odamning kallasi xiyoliga qoldi. Mush qil nereden tushgan qildi. Amaliyotda qil tushdi, men qil elib etdim, tomoq yevatima. Men buni hech qanday tarjima qilish bo'lmag'achqa, meni oshqoznim mo'yimning azm qilish sistemam yaxshi, men oshqozimning ruldan yeyatdi buni. Ammo tuyuqsiz mush qil nereden kelgandi? Oshqozim ishkilnish oldu. Yani öldüm de muşkulaş aşpezden 5'ten çıkendimi ya. Qarama tercim oldu mu? Aşkızdan bolmaydı oturucu mu? Manda nese ma? Aşkızdan qanday kontrol? Muşu bir adamның 5'ten çıkendimi degan aşkızdan da turib aldı da. Endi ma aşkızdan narsa qaranglar, men yana öldüm. Bopda, onun 5'ten çıkan bolsunmu? Pakizda onun 5'i. Bo'ldi, erkek yana. Bu normal holatda tuz manda qilamgan bilan ma'u azm qilish sistemasi, ammo tarjim bilan meni yurdi bu. Ha, to'g'ri. Pakizdik. Yevadim, yerimini yeb bo'ldim, ammo tuyuq yan xiyolga qoldi. To'xta. Moshqilashning burnidan tushgan. Bunda mana tarjimani ko'ryapsizlar? Bunda. Ammo o'zimni yana qalqib baqdim, buni Pakizda. Endi oshqozonimda ahmaq emasda. Mana buni Pakiz deganmaydi. Buni qanday Pakiz deyman? Shundan ma tarjim bilan men oshqoznim qoyilim bo'lmadi onunga. Amal yo'qmi? Hareket to'sdi, men tomoqni, pulni berib yetib ketdim, gap qilmay ketdim. Nima o degan vaqtda mayat bilan meni tarjimam bilan harakatim qanaqa kelib chiqadi. Tarjim bekmayman. Baklab qol. Shunam. Nadan asmı? Muhammed Rıza. Kaçan ha? Muhammed Rıza. Muhammed Rıza udum. Hiç kan bu oylan ha. Bir narsa oylanlar. Bu normal inkaz emas. Bir adam usa kulish. Normal u. Amma bu bek sağlam agar anda ularsan, sağlam psixika u. Amma bu bir xil normal bu. Demişqa men o'zi tarjima so'qishmaydi. Udan cho'qim ma'lumotni birimini tushundirmoqchi yoki uyon qilyapti deb tarjim qildimi? Bo'ldunda shinshanshin so elaqa ochiq keltiradigan hormon ishlab chiqarmaydi. Tushuna olaman. Hareket olmaydi, kuladi. Oyadagi stress hormon shakllanmay, serotonin, ya'ni xushallik kulish hormoni qo'zg'atadi. Hamda bu bir xil benormal holatda turdi. Hamda bu yerda nemishqa Muhammed Rıza kuladi deganda tarjima yaxshi. Tushuna olaman. Muallim cho'qim men bir nima qilyapti, o'tadi. Hamda sizlar bir paqan sotalar chiqqan. Sizlar Muhammed Rıza talaga chiqqan urib baqsanglar hargizmi bu savaqda ishim birini o'rgatmoqchi. Unda demaydi. U nima bo'ldi, sinima nimanim deb nimish qolsa tarjima qilib, meni bakashdan nimishqa urdi. Ayari egoga, meni xo'rlatib, meni bo'zak qilyapti deb tarjima qildi. Ammo men o'samchi unda o'ylamadim. Endi esa birim o'gityapti dedi. Hamda silning
reallik anladımı muşunda işte yüz berdi. Tushuntamsizlar ya. Bakışlar bir urib baqidi. Yoki bakışlar bir kuni qoyag'i degan vaqtida yomg'ir yig'ib qoladi. Bu menga cho'qim pul berib turdi degan vaqtda u do'stingiz bermay qoladi. Mushunda vaziyatlar hammasida siz eng sog'lom kishilik nimasi? Mushningda bir hikmat va o'xshaydi deb tushunsizlar. Tushuntamsizlar ya. Bu pek muhim narsa. Mening bu urushim demisimi? Sizlarga ma'nosini tushuntirish bo'lgan o'xshash, hayotingizda yuz berayotgan nurg'un qiyinchilik amaliy sizlarga nimani, ma'lum narsani nima qilib berdi ekan tushuntirib berdi. Ammo nurg'un odam buni ego qilib, tarjima iqtidori yaxshi bo'lmag'achqa, onim qilib olgan xato tarjima qildi. Bizning tilimizda ochiqni keltirma deymiz. Ochiqni keltirma degan nimasi ochiqim bor bir yerda. O keltirma degan gap mana. Mana shu vaqt ochiqni oshkorlab qo'yma degan gap mana. Nurg'un odamning ochiqlanishi yuz berayotgan shular munosabat yo'q. Faqat uning boshqalardan anglashdan qo'rqdan gaplari bor, tushunamizmi? Yoki ba'zi gaplar ashundoq tuyulib ketadi. Bu vaqtda uning yushirayotgan ochiq nima qilinib qoldi ekan, oshkorlanib qoldi. Shu ba'zi odam ochiqlangan yerga, ba'zi odam ochiqlanmaydi. Nima ish qilsa ularning Titang tumurining joylash o'rni o'xshamaydi. Titang tumur degan shim bor. Masalan, avtobus chiqib kelsizlar, men Bejonda qarsam avtobus yaxshi ekan. Avtobus chiqdinglar, bir putunliq deslib etdi. Ammo avtobus qarsang, liq odam bo'lsa avtobusda ko'nglim olmaysizlar. Bir bilmaydi setibdi deymiz. Agar avtobus 4 odamlab qolsa-chi. Bo'ldi, qasdan deslidi deysizlar. Ikki tarjimonlar nima bo'ldi-sa, o'xshamgan ikki xil nima chiqdi ekan? Hissiyot kelib chiqdi. Har qanday harakatning haqida hissiyot bor. Har qanday harakatning haqida nima bor ekan? Hissiyot. Har qanday hissiyotning haqida nima bor ekan? Tarjima. Butun insoniyat faqat mush tarjima bilan nima qilib turgan farqini. Bizning da'vatgan sapas ko'tarilish deganning o'zi tarjimaning nimasi bo'lishi ekan mana yaxshi bo'lish. Bu hargizmi badandagi ruhdagi farq emas. Ruh o'xshash, badan o'xshash. Menda qavulni hisob qilmaganda, tushunamizmi? Qolgan narsaning faqatla mingit. Bizning ilm-fen o'rganishimiz, bilim o'rganish hamma narsa nimaga taqshid bo'lsa, dal mush tarjimaga berib nima qildi ekan? Taqshid. Endi bir masala kelib chiqdi. G'alati bir masala kelib chiqdi. Men mush odat bir ochiqlanmaydigan, bunda o'zim tutvaga odam bo'lsam bo'ladi deb orzu qilib qo'ydiribmanlar. Ha, o'zim tutvaldigan. Chiq ochiqlanmasam ken deyman deb. Ochiqlanmasam ken deyman. Endi shu qo'l ko'targan ichida boshqalar meni be astoydil o'ylasa, yoki boshqalarning silni ko'z qilmasligidan yoki hammadan meni bir cho'ng bo'lsken deydigan qo'ydirib qolganlar. Hamma odamda bir yaxshi ko'rsa, cho'ng bo'lsa deydigan. Amaliyotda ma ishki gap bilan mana qaranglar, ochiqlanmasam ken deganlarmi qo'l ko'tardi. Yonma qo'l ko'targanlar ichida men boshqalar cho'ng bo'lsken deganlarmi qo'l ko'tardi. Amaliyot bu yerda nima masala kelib chiqadi desa, nurg'un odamning qiyoslik yuzi asli avvaldan bek cho'ng bo'ladi, tushunamizmi? Shunga boshqalardan u nimani talab qildi desa, o'zining kallasidagi menga muomala qilishni o'ylaydi. Masalan, men birsini men o'zim chiqib menda o'ylayman. Ham men boshqalarning menga musholatimga muomala qilishni o'ylayman. U men real muomala qilsimi, beshini ko'tarib qaramaganlik uchun nim keldi bo'lsa, ochig'im keldi arqaga. Menga nima menda qaramaydi. Amaliyot uning ko'z qarashidagi men bilan o'zimning ko'z qarashidagi menchi bo'lsa, sal nima bo'ldi ekan? Farqli bo'ldi. Endi g'alatish bor. Shaxsiyatchilik. Men shaxsiy tashabbus qildigan odamchiman. Men shaxsiy tashabbus qilmayman. Shaxsiyatchilik degan nima? Men kichik vaqtdan boshlab xalqni suyish to'g'riliq bir jiqon aytdim. Xalqni suyish kerak, xalqni suyish kerak. Men topolmadim. Nijot kimni xalq deydigan to'g'ri. Jamiyat dedi, men talani, jamiyat desa talani o'ylaydim. Muhit desam-da talaga qarabda. Amaliyotda bu jamiyat, muhit deganlar tala emas ekan. Bu muhit degan nima ekan desa, ko'rgan, anglagan, tetigan, tutgan narsalarning, ya'ni bizning 5 sezgi a'zosimizga kirgan uchurlar nima bo'ldi ekan? Muhit bo'ldi ekan. Demak, bir yotoqda nurg'un odam gap qilsa, gapmi? Nima hisoblanadi ekan? Muhit hisoblanadi. Xalq degan kim kensa men izlab oxir topdim xalq deganni. Men kimman? Men uchun xalq kim kez? Men kimman? Men o'zim uchun tirsam, o'zim uchun kurash qilsam, o'zim yaxshi ko'rgan narsa qilsam, hamma odam
Meni yaxshi ko'radigan hamma odam uchun men xizmat qilgan bo'ldi ekanman. Bu nuqta aniq bo'lsin. Men xalq suymi deb talad uni bu suyib juysam. Beethoven. Beethoven 15 yıl orduda müzik çaldı. Beethoven tanıyorsan mı? 15 yıl. 15 yıl müzik çalsa, yani Aksumekler hiç kayısı yaxşı görmedi Beethoven. Hiç kayısı mı? En ahır alıp postigini jürkük tipla edip etti onu. Man kayıtla. Bir teklifnamıge alan ruhsuz bağalı uçurlar edip etti. Edip ettiğinde onun bir ustaz var. Ustazının kızı var. Elis deydi. Lisha deb koyuyoruz. Onu yaxşıya kaldı bu. Ama bu çoğun müzikin terak kıldırmen de Parij'e bağmakçı oldu. Parij barga vaqt Elisha bilan shundoq tez qo'shlashdi ikkisi. Birini sovuq qilishdi. Unda dorilarni Beethoven ketdi Parijga. Shunda kambag'al Beethoven. Dadasimi kambag'al, apsimi kambag'al, üzüm kambag'al. Shun bular asosiyatdan taladin narsaga setib olgan vaqtda ko'n narsani setib oldi. Ko'na narsa. Apsi vaqt o'tgan go'shtni yavirib, o'zining tuberkuloz kesilib apsini. O'lib ketdi. Azoblandı. Eng oxiri Beethoven birisi Elis taqdim degan muzikani yozdi, yana birisi onasini seg'inib muzika yozdi. Mushki muzikasi Beethoven nim qilsa danglik qildi. Tushunatamsizlar ya? 15 yil xalq uchun muzik chalgan vaqtda hech kim e'tirof qilmadi. Ammo eng oxiri o'zi uchun muzik chalgan vaqtda hamma odam yaxshi ko'rdi. Şu an sizning birinchi xatolig'ingiz nima esa, kishilar uchun muzik chelish, boshqalarni yaxshi ko'rishiga erishish, boshqalarni e'tirof qilishiga erishish, boshqalarning hurmatiga erishiman debla umringning yerimini yo'qlaydilar. Sizlar muzikani o'zing uchun chalgan vaqtinglarda o'zing uchun tushuninglarmi? Hamma odam sizni yaxshi ko'rdi. Chunki dunyoga insonning original lazım, original. Men Beyjanni bek yaxshi ko'rib ketmayman. Nima ish qilsa bu yerda hamma bino o'xshash, serengideklar. Original narsalar. Shanxay nima ish go'zalsa, u yerda hamma narsa nimasi o'ziga tisibsa xoslik bo'ldi. Shunga bir odamning o'zi uchun tirishi, xalq uchun tirishi. O'zi uchun kurash qilishi, xalq uchun. Endi bizning nim chatoq bor desa, bizda mayli to'y qilganlar bo'lsin, mayli ota-onalar bo'lsin, mush boshqalarni o'zgartiraman deb tirishgan beshvan. Men onu bana o'xshatmoqchiman. Uni o'ziga o'xshatmoq. Mush odamlarda nasihatxo'rlik bormi? Bunday qilsam, bunday qilsam, yo'q sen otibli, qani otibli, bitibli qilishing kerak jima sen. Bir otibli qonni, sen bitibli qilishing kerak deyotgan gap. Bu endi bir qanday gap deganda bir mantiqsiz gap. Sizlar hargiz atrofingdagi ko'zangligi sig'magan narsani o'zgartiraman deb turibmanlar. Tushundingizmi? Hamma narsada hikmat bo'ladi. Hamma narsaning bo'ldi ekan hikmat. Bir kuni men partaga miq yiqib etib, miqim egilib ketdi. Tuzmaq. Men o'yladim, egilib ketdi, buzildi deb tashlab etdim. Bir haftadan keyin xonanga borsam, dal men tashlab etgandek igik miqni zavoddan hisob chiqibdi, tushunadingizmi ya? Men o'yladim da egilib ketgan keyin bu miq cho'qim xato miq deb tashlab etsam, zavoddan naq shundan igik miqni. Buni nima ishlatilsa, oshiningmi ishlatilgan yeri bor ekan, tushunamsizlar ya? Demak, sizning ko'zingizga sig'magan narsani sizning xato deyishingizga ruxsat bo'lmaydi. Bu xato, tushuningizmi ya? Sizlar eng muhim nima qilishingiz kerak? Rosti sizlar xalq to'p qo'shmoqchi bo'lsangiz yoki hech bo'lmagan vaqtda yurtingni to'p, hech bo'lmagan oilangni to'p qo'shmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'ylab o'zingni to'p qo'shishingiz kerak, o'zingni o'zgarishingiz kerak. Tushunamsizlar ya? O'zi o'zgargan vaqtda hammadan o'zgardi. Bir odam o'zgarsa, atrofdagi odamlar nima qildi ekan? O'zgardi. Biz kipinek effektini bilamiz. Xuddi yashaying. Mushkina o'kirib qo'ysangiz 3 qism yaxshi kino. Xuddi yashaying. Xuddi yashaying nima deydi-desa, Bejingda bir tal kipinek qanot qaqsa, mushning qantidan chiqqan shamol. Mushning qantidan chiqqan shamoldimi? Bejingda balkim quyun hosil qilish mumkin. Kipinek. Gandin tunishlang'i? Mush Tianjin shaharlik